Hozir sanatoriyamizga kelgan Nigoraxondan sizlar uchun testni o'tkazib olamiz. Mana bular sanatoriyamizga kelganlarga 4 kun bo'ldi. Sizga qanaqa yoqdi sanatoriya? 4 kun ichida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi sizda? Juda yoqdi menga sanatoriya. Dam oldim. Hamma lecheniялari, ovqatlanish nimalari juda yaxshi. Talabga javob beradi. Xonalari ham juda yaxshi. Sirdaryodan kelib dam olib ketyapman. Vrachlari ham, ishchilari ham juda yaxshi qarashyapti. Muomalalariga gap yo'q. Zo'r sanatoriya. Kelinglar, maslahat beraman. Suvlar ham issiq buloq suvidan chiqarkan. Lechebniy oshqozonlarim og'rirdi. Rosa yoqayapti bu yer. Yuzlarim tiniqlashib, boshqacha bo'lib qoldim. Kelishimdan oldin Dildoriga telefon qilib, xonani bron qilib keldim. Sizlar ham kelishlaringdan oldin xonalarni bron qilib kelsalaring, menga o'xshab maza qilib zo'r xonalarga joylashtirib qo'yishar ekan. Rosa xursand bo'ldim. Rahmat sizga.